Assalomu alaykum. Mani takipchilarim, go'zallarim. Настроенияларинgiz yaxshimi, do'stlarim? Hozir u odam bilan siz haqingizda o'zlaringni nastroy qilinglar. U odam haqiqatda sizni yaxshi ko'radimi? Siz uni yaxshi ko'rasizmi? Keyinchalik dalneshi siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Siz nimalarni bo'lishini xohlar edingiz? deb o'zingizni shunday nastroy qiling. U odamning ismini ayting va o'zingizni ham ismingizni ayting. Agar ochgan kartalarim sizga to'g'ri kelmasa, u sizga taalluqli bo'lmaydi. Boshladik. Ismini o'ylagan bo'lsangiz, ismini ayting. O'sha odamga ochamiz. Boshida oyog'im tayda, yo'lida tushunchasi. Biz ko'ramiz. Boshladik. Boshida siz sevgan odamingiz o'zini juda yaxshi ko'radi. Hurmatga sazovor bo'lishni xohlaydi. Sizdan ko'p hurmat talab qiladi. Ammo o'zi ham kelishgan, haqqoniy, haqiqatgo'y. Bundaqa chiroyli joylarda yurishni yaxshi ko'radi. Hayolan bir yerlarga borib ham keladi. Lekin yaxshi, ichi pok inson, yomon inson emas. Ammo bir nima desam ekan sizga, ko'pincha aybni atrofdan oqtaradi, o'zidan emas. Aybni atrofdan oqtarib, ba'zan sizni aybdor qilishi ham mumkin. Orada tushunmovchilik bo'lib turadi-yu. O'shanda o'zini aybini ham sizga to'nkab qo'yaveradigan odam. Ammo juda ham mehnatkash, rosa mehnat qiladi. Lekin ba'zan nima desam ekan sizga, topgan mablag'i, puli biroz qizg'anchiqroq. Lekin qilmaydi emas, qiladi o'sha narsani. Oladi, sizga yordam qiladi, lekin qo'pol qilib aytganda ko'proq ana uni qildim, mana uni qildim deb gapirib o'tadigan odam ekan. Yana qizg'onchiq, juda ham qizg'anadi. Go'da o'zidan o'zi hopsiraydi. Qanday hopsiraydi? Mandaqa bo'lyaptimikin, andaqamikin deb vaqti kelsa o'ziga ham ishonmay qoladi. Doim yo'lda yuradi. Yo'lda yuribki, nima desam ekan, ishga ketayotganda ham, kelayotganda ham hayolan yo'lda piyoda yurishni juda ham yaxshi ko'radi. Tanholikni yaxshi ko'radi. Ko'proq hayol qilishni yaxshi ko'radi. Shunaqa odam bu. Ko'p narsani o'zini kuchi bilan amalga erishgan odam. Hech kimi yordamisiz, faqat o'zi. Hozirgi paytda oldingidaqa emas ishlari. Jicha ozgina susayib qo'ygan. Ammo ham biroz injiq bo'lib, badjahl bo'lib qolgan. Badjahl bo'lib ham qanday bitta gapga ham ikkita gap oshiqcha, 1,5 ta gap yo'q. Xuddi o'sha paytda hozir shunaqa situatsiyada turibdi.
ko'p narsani taroziga soladi, hech kimga ishonmaydi, faqat o'zini aytganini qiladi, boshqani maslahatini hech qachon yoqtirmaydi, faqat to'g'ri bo'lsa ham noto'g'ri bo'lsa ham o'zini aytganini qiladigan odam. Hayotiy kartasiga kelganimizda ama sevgan odami bilan baxtli bo'lishni xohlaydi. Endi o'zingizga nastroyit qilamiz. O'zingizga nastroyit qiling. O'zingizni ismingizni ayting. Erkakni ko'rdik. Endi siz o'zingizni ismingizni ayting. O'zingizni ismingizga ko'ramiz. 9 karta. Bu hayotiy karta deyiladi. Hayotiy kartangizga ko'ramiz. Boshladik. Siz ham nima desam ekan, hamma narsangizni bo'lishini xohlaysiz. Rosa harakat qilasiz, lekin bir xil paytda o'ylagan narsangiz amalga oshmay qolishi ham mumkin. Juda ham chiroyli bo'lishni havas qilasiz. Hammadan oldin bo'lishni havas qilasiz. Nimalardir sizga to'siqchilik qiladi. Sevgan odamingizni boshqalarga qiyoslamang. Atrofdagi gaplarga e'tibor qilmang. Atrofda juda ham gap so'zlarga ishonib, qo'shilishib g'iybat qilmang. Sizni yaxshi ko'rgan odam, siz qanchalik yaxshi ko'rsangiz, siz ham o'shanaqa javob olasiz. Go'da orada sirada yolg'on gapirsangiz, yo'qotib qo'yasiz. O'zingizni juda ham yaxshi ko'rasiz. Ishchi odamsiz, ishlaysiz. Topmaysiz emas, topasiz. Mablag'ingiz bor. Ama hammadan oldin bo'lishni yaxshi ko'rasiz. Juda ham go'zalsiz. Ta'sirotlisiz. Yana ham go'zal bo'lishni orzu qilasiz. O'ylagan hamma maqsadlaringizga yetasiz. Lekin faqat o'zingizga ishoning, atrofga emas. Uzundan uzun yo'lni havas qilyapsiz, lekin uzundan uzun yo'lingiz hozircha yo'q. Nima bilan tugaydi karta? 3 ta karta bilan tugatamiz. Ba'zan siz ham yolg'izlikni xohlaysiz. Lekin yolg'izlik sizga to'g'ri kelmaydi. Yig'loqsiz yig'laysiz. Eski narsalarni ko'p o'ylaysiz. Har tomonlama vaqti kelsa o'zingizni o'zingiz aybdor qilar ekansiz. Aybdor qilmang, go'zallarim. Hammasi o'tib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyingi videoyimda savol beringlar, javob beraman.